Yangi Cobalt'larda, hamma Cobalt'larda bo'ladigan muammo akalarim videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, o'zim ko'rsatib ketaman. Mana salondan chiqqan yangi Cobalt'imiz. Ko'rishlaring mumkin, suv kiradigan joylari chiqib yotibdi. Ya'ni taglarini ham ko'rsataman. Mana bu yerini, keyin mana bu konditsionerda suv oqadigan joyi. O'sha joylarini yaxshilab yangi Cobalt oldingmi yoki Cobalt'laring bormi? E'tibor qilib, qaratib, servisga olib kelib polностью qildirib qo'yinglar. Germetikka surtamiz yerga, akkuratni qilib ko'rishlaring mumkin. Mana o'zi qo'l bilan bossa kirib ketyapti. Bu videoni срочно Cobalt'chilarga tashlab qo'yamiz. Akalarim, videoni ko'rgan bo'lsangiz, like, podpiska bosib qo'yamiz. Cobalt muammosi bartaraf etiladi. Bizdan servisimizga kelaverasizlar. Akalarim, ko'rishlaring mumkin, zavodda kolbasa germetikalar bilan, oppoq germetika bilan cho'tka qilib qo'ydik. Taglari chista zavod qilib berdik ekanlar. Mana shu joylari kelaverasizlar. Nurik servisga podpiska bosib, like bosib, yaqiniga tez jo'natib qo'yamiz.